Salom qadrli savodashlar, bugun bizning darsimiz boshlandi. Men oldin qadimliq ko'rinish deb aytganimdek, ingliz tili fonetikalik til emas. Biz lekin buningki o'qilishi, ya'ni o'lchamlik o'qilish qoidasi bor, ya'ni talaffuz qoidasi bor. Shu talaffuz qoidasini oldinlar o'rganamiz dedik. Bu talaffuz qoidasi tovushlarga beqinidir. Ya'ni ingliz tilidagi tovushlar uyg'ur tilidagi harflar bilan o'xshash. Ingliz tilidagi tovushlarning o'lchamlik o'qilish usulini bilgandan keyin uni qo'shib o'qish qoidasini o'rganib olsak, biz har qanday so'zningki o'lchamlik o'qilishini o'qiy oladigan kelamiz. Ya'ni o'lchamlik o'qilishni o'qiy oladigan kelamiz desak, qanday bo'ldi? Ya'ni o'zimizga ishonchimiz bo'ldi, o'zimizga ishonchimiz bo'lgan chaqda ingliz tilimiz intayin tez yetiladi. Unda bo'lsa, darsimizni boshlab ketsak, oldi bilan ingliz tilidagi so'zuq tovushlarni ko'rib o'taylik. Ingliz tilida uyg'ur tiliga o'xshash so'zuq tovush va uzuk tovush bo'ladi. So'zuq tovush deganimiz, ya'ni gap qilganchag'imizda, biz so'zlarni deganchag'imizda so'zab degiladigan tovushlarni biz nima deymiz? So'zuq tovush deymiz. Ya'ni uzuk tovush deganimiz har qancha qilsaqmi so'zg'ilolmaydigan, nayt og'izdan tiz chiqib ketadigan tovushlarni uzuk tovush deymiz. Ingliz tilida so'zuq tovushlar 11, ondan keyin qo'shma so'zuq tovush bor, uyg'ur tilida yo'q u. Qo'shma so'zuq tovush deganimiz ikki so'zuq tovushdan birikib, ikki so'zuq tovush birlashib kelib, bir tovushni shakllantiradigan so'zuq tovushlar. Endi bizningki bundan keyingi barliq gaplarimiz, ya'ni bizning darsimizda deyilgan barliq ingliz tilidagi hukmlar Amerika ingliz tilining hukmlari bo'ladi. Shunlashqa bundan keyingi darslarda men ma'lum bir narsani degan chaqda Amerika ingliz tilida mushtaqan deb bilsanglar bo'ldi. Oldi bilan biz so'zuq tovushlarni ko'rib boqaylik. Endi mana birinchi tovush qarab boqaylik. Men sizlarga oldin qadimli ko'rinishdim degandim, so'zning yozilishi va o'ng tarafda o'qilishi va o'ng tarafdagi o'qilishi dal o'qilishning ichidagi narsalarni o'rganyapmiz, yani bilmay qolganlar kallangizni aniq qilib ketsin. O'ng tarafdagi o'qilish deganimiz tovush shu. Endi birinchi tovush qarab boqsak, a ekan. Ya'ni mana bu uyg'ur tilidagi a bilan o'xshaydi, faqat ko'tarangi sal so'zab elvasan bo'ldi, ha? A. Mesela issiq deganni hot, hot. Mesela badan deganni body, a chiqyapti-ku, ya'ni so'zlayapti. Mesela dada deganni father, father. Ya'ni ma ani olgan chaqda so'zab ko'tarangi yuqori olsizlar, a. Endi ma tovush, ma o'ke, shunaqa, lekin ma tovush bir qadar muhim, bu tovushning kelinishi intayin muhim. Ya'ni ma tovushni olgan chaqda o deb olmaysizlar, ya'ni a deb olmaysizlar, o deb olmaysizlar. Ya'ni xuddi o og'iz girib ketgandek, xuddi bu tovushni olgan chaqda og'iz girib ketgandek tovushni degan chaqda ashta chiqadi. Masalan, boy, bir qarmoqqa boy emas, boy emas, eshak emas, masalan, qonun deganda la emas, lo emas, qonunning ostidan chiqarsa, o emas, a emas, o. Ma tovush bek muhim, Amerika ingliz tili bundan deb olgan. Masalan, qonun deganni o emas, a emas o'tirsidagi deb olgan. Qiz deganni endi ma qizim degan ingliz talaffuzda buni o deb oladi. Masalan, daughter, daughter, so deb oladi. Masalan, ko'rgan deganni buni ot emas, eshik emas, hech, ya'ni o emas, a emas, o. Endi ma tovush, ya'ni 3 ning yozilishining ta'tirsiz yozib qo'ygan tovush. Ya'ni odatda 1 2 3 degandiki 3 deb yozgan chaqda ta'tirsizcha yozib qo'ydigan ma tovushni biz a. Diqqat qilinglar, og'zinglar o'tirdan ikki tarafga ochildi, tiz olsizlar, so'zmaysizlar. Ya'ni bir ava so'zdigan. A. Masalan, had. Had. Masalan, bosh degan gap. O'lgan deganni dead. Dead. Anikin masalan, uchur deganni message. Message. Ya'ni ma a qanday ekan? Ya'ni tiz ilinadigan ekan. Buni asta-astanglar bo'lmaydi, tiz olsizlar, og'iz ikki tarafga ochildi. Sal to'yara qolsizlar, to'liq a emas, a. Endi ma'ni siz yaxshi bilasizlar, ya'ni buni uyg'ur tilidami, 6-chi bildiganlar buni o'qiy olasizlar. I. Endi ma ingliz tilida, Amerika ingliz tilida buni ustiga chek qo'yib, olgan chaqda buni so'zab o'qiysizlar. I. Masalan, heat, qizitmoq. Masalan, yoshqi cho'ng, peshqadam, senior, senior. Masalan, ko'rish, see,
ha, C. Yani demakchi, i'ni olgan chaqda ustiga chekit qo'yib qo'ygan kichik i deb qo'yamiz-ku. Bu i'ni olgan chaqda so'zab olasizlar. Bu uyg'ur tilida sizlar yaxshi bilasizlar. Bunda cho'ng masala yo'q. I. Endi i'ning cho'ng yozilishi yani demakchi, ustida chekit yo'q i'ni uyg'ur tilidagi bilan o'xshash. Ya'ni eyiqdagi bor-ku. Eyiqdagi bor-ku, shunga o'xshash. Lekin uyg'ur tilidagi ga o'xshash, qanday emas, unda kuchli kelib etmaysizlar. Ha? Ha? Eyiqdagi bilan o'xshash, lekin unda kuchli kelib etmaysizlar. Masalan, insane. Disdain. Mesela insane degan g'alita. Disdain degan gap ko'zga ilmaslik, tuvan ko'rish. Disdain. Mesela debate. Debate. Yani buni olgan chaqda i deb asan xato bo'ldi, ha? Yani buni uyg'ur tilidagi ga o'xshash olasizlar. Lekin uyg'ur tilidagi ga o'xshash to'liq emaskan ha? Mesela insane. This is disdain. Yeah? Disdain. Debate. Yeah? Debate. Endi bu yani dümbisini chiqarib turgan g'alita bulun shaklda yozilgan ma'rifni biz ingliz tilida deb olamiz, ha? Yani uyg'ur tilidagi bilan o'xshash ko'tarangi yuqori olasizlar. Deb olsizlar. Masalan, cat. Carry. Yani eg'zinglarni qanchalik yuqori ocha olsanglar, shunchalik yaxshi. Ma rasmdagi ayolning eg'iga qarab boqinglar. Qanchalik yuqori aslida ustiga qanchalik yuqori ocha olsangiz shuncha yaxshi. Hamda abayq ani eg'iz ikki tarafga chilib, tiz elindi degan to'qo, ham to'liq chiqmaydi, sal tuvanlashtirib olsin degan to'q. Ammo ani to'liq chiqirmiz, eg'iz ostidan ustiga chilidi, ya'ni yuqori olsanglar bo'ldi. Masalan, cat, carry, cancer. Endi matavish qarab baqayli. Matavish bay biz o'rgangan a bilan o'xshash. Lekin bayqa ani men nim degandim, so'zab ko'tarangi olamiz degandim. Ani tiz olasizlar. A. Ha? A. Tiz olasizlar, uyg'ur tilidagi a bilan hech qanday farqi yo'q, lekin tiz olsanglar bo'ldi. Masalan, cup, stakan, trouble, avarchilik, supplement. Yani qo'shimcha berilgan narsalar. Yani cup deb asan xato bo'ldi. Trouble desanglar bo'lmaydi. Supplement desanglar bo'lmaydi. Yani demakchi a o'xshashlar, bayq a bilan o'xshash, lekin men tiz olsizlar a. Tiz chiqdi. A bayq o'rganga birinchi tuganiga ancho a nayti qanalsizlar, ya'ni ko'tarangi va so'zabroq olsizlar. Men tiz olgansizlar a. A. Endi matavush. Xuddi bir gelonliq bir narsa turib qolsa, deysizlar. Ashu. Lekin ham dandalqi degan chig'imiz bak kuchli chiqadi-ku, lekin u emas. Yani masalan about. About. Again. Again. Mesela acquire. Acquire. Yani ma'lumken xuddi gelanliq bir narsa turib qolgan chig'ingizda deysizlar, shu tovush va tiz ham tuvan chiqdi. Masalan, about, again, acquire. Yani bu tovushni haqlar ya anglaydi ya olmaydi so'zdan beshiq kelgan chaqda, Endi bu latin til bildiganlar deymanlar. Yani latin yoziqida yozimiz-ku nurg'un so'zni. Bu nima ekan? Lekin uning cho'ng yozilishi ekan-ku. Buni olgan chaqda u deb olsanglar bo'lmaydi. Eg'zinglar jumla holat keldi. Bo'lmasa ayolning eg'izi qarsang bo'ldi, jumla holatda Yani demakchi bir erib ketdinglar, unda deysizlar. Deysizlar. Ashu, yani eg'zing jumla holat kelib, u emas, uni so'zsanglar yana birsi bor, u so'zdigan. U emas,
Mesela book. Ha? Ok. Book. Mesela look. Look. Ha? Look. Mesela took. Took. Ha? Mana alған чағда, яғни ма тауышын алған чағда, қатты, яғни созап алсаңлар болмайды. Яғни у деп алсаңлар болмайды. Құдды бір әлқі, мұнда бір әріп қалып, адығымызды шыққан, дейміз ғой, ашы тауышы. Ашы тауышы. Mesela book, look, took. Mesela book, look, took desəңlər bolmaydı. Book, look, took. Әмді мау үшчікі оқшаш езілған тауыш. Үшчікі оқшаш, yani біршікі, үшчікі оқшаш ма тауышны біз әңгіліс тілі, Америка әңгіліс тілі деп алымыз. Әмді әңгілия тәләпізда. Bununki yani örne çıkamaydı, yani r'ni çıkamaydı. R'ni çıkamaydı. Eğer dikkat kılıp anlarlar, maşı tavuş ba mışı sözünün yazılışta r bolsa, r'ni qo'shab telaffuz qilib olsizlar. Bu xuddi buni olgan chaqda o'ga r'ni qo'shab, yani demakchi bir og'zimizni chaqirgan chaqda osmon qarab turib deymiz go, dal shu ovoz shu. Angliyaliklar buni deb oldi. Masalan, burn ko'ydirish, chiqyotidi, chiqyotidi, burn chiqyotidi, burn ko'ydirish. Masalan, angliyaliklar buni r'ni olmaydi, burn, burn. Masalan, concern diye ko'ngil bo'lish, hamda angliyaliklar concern, concern. Yani r'ni telaffuz qilmaydi. Flirt. Masalan, ko'z tashlash, yani chaqchaq qilish, ko'z tashlash, ko'z etish. Flirt. Masalan, angliya telaffuz flirt. Yani amerikaliklar mana uchga o'xshash yozilgan tovushni, shu so'zning ichida mush tovush udil kelayotgan, shu yerda r bo'lsa, r'ni qo'shib telaffuz qilgan, deb telaffuz qilgan. Ma tovush bak muhim, bak muhim. Masalan, sestra deganni nurse deydi, angliyaliklar, amerikaliklar qilsa nurse, chiqadi. Masalan, burn, concern, flirt, yani chiqadi, Endi mavu Uyg'ur tilidagi u bilan hech qanday farq yo'q. Dal Uyg'ur tilidagi u shu. Sal so'zab olsanglar bo'ldi. Masalan, through, orqaliq, crew, barliq xizmatchilar, blue, masalan, ko'k ranglik degandek. Endi mana Uyg'ur tilidagi u bilan qanday ekan, o'xshaydi ekan. Faqat azroq so'zib versanglar bo'ldi ekan. Endi bayqi uchu, bayqi u qanday, yani u emasdi u. Dilar, Ma'ni u haqiqiy Uyg'ur tilidagi u bilan hech qanday farq yo'q, sal so'zlar. Through, crew, blue, o'sha deysizlar, Endi hamma tovushni umumlashtirib bir qarab boqaylik. Birinchi tovush nima ekan? A ekan. Yani so'zab berilgan A ekan. Ikkinchi tovush nima ekan? O ekan. O emas, A emas, o'rtasi H ekan. Uchinchi tovush nima ekan? A. Eg'iz ikki tarafga ochilib, tiz olingan A ekan. Lekin A deb kuchli kelyapti ekanmiz, sal tuallashtirib A. Anandan keyin keyingi tovush nima ekan? I ekan. So'zdigan I ekan. Ustida chekitvarni qanaqa qilamiz dedik? So'zimiz dedik. I. Anandan keyin nima ekan? E ekan. E'tiki ekan, lekin Uyg'ur tilidagi e'tiki qirgan chaqda naytdi tiz ham to'ra qolgansizlar. Andan keyin nima ekan? Ko'tarangi so'zab berilgan A ekan. Buni qancha yuqori olsangiz shuncha yaxshi ekan. Andan keyin nima ekan? A ekan. Uyg'ur tilidagi A bilan o'xshash ekan, lekin tiz oldi ekansizlar. Andan keyin nima ekan? Ekan. Yani bir qilimiz biz narsa turib qolgan chaqda deganniki ekan. Andan keyin nima ekan? Yani bu u emas ekan, u emas ekan, Andan keyin nima ekan? Yani uchga o'xshash yozilgani ekan, Eng oqisi qaysi tovush ekan? Uyg'ur tilidagi u ekan. Buni so'zda ekan, Uyg'ur tilidagi u bilan hech qanday farqi yo'q ekan.
u. Hammasini bir o'qib olsak, a, o, a, i, e, a, I, u, u. Endi ingliz tilidagi qo'shma so'z tovushlarga qarab boqaylik. Ingliz tilidagi qo'shma so'z tovushlar deganimiz ikki so'z tovush. Ya'ni biz hozir o'rganib o'tdik-ku, ustidagi ikki tal so'z tovushdan berkib bir tal tovushni shakllantiradigan tovushlar. Yani ikki tal so'z tovush kelgandan keyin bir tal tovush bo'ldi. Shuning biz buni qo'shma so'z tovush deymiz. Ikki so'z tovush qo'shilib bir tovushni shakllantirgan. Amerika ingliz tilida 6 ta qo'shma so'z tovush bor. Unda bo'lsa bir-birlab qarab o'taylik. Birinchi tovush, ya'ni biz a deb o'rgangan tovush bilan u deb o'rgangan tovushniki birikmasi. Bu tovushni biz au deb olamiz. Au, au, a, u, au, au. Buni ingliz tilida au deb oldi. Au deb oldi. Amerika tilida au deb oldi. Masalan, cloud, cloud. Yani bulut. Crowd. Bir top adam. Cow. Kala. En bunu İngilizcelikle kadar telaffuz kıldı. Cloud. Crowd. Cow deb telaffuz kıldı. Yani Amerikalıklar dikkat kılınlar. Amerikalık ow. Ow. A u. Ow. Ow. İngilizcelikle ow deb ulusal telaffuz kıldı. O'yindan muhim, shunga Amerikaliklarning telaffuzini qarasanglar, buni ow deb chiqardi, angliyaliklar ow deb chiqardi. Masalan, cow deydi angliyaliklar, Amerikaliklar cow, cow, ow deb chiqardi. Ow bilan uning birikmasi ekan, awka. Lekin o bilan uning birikmasi, o bilan uning birikmasi. Buni o bilan uning birikmasi, buni o deb chiqaramiz. Bunda hech qanday farq yo'q. Aslidagi o bilan uni qo'shib o deb asan bo'ldi. Buni Angliya talaffuzida o yo'q. Angliya talaffuzida o bilan o'xshaydi. O asta qarsanglar, ustidagi cho'nqatni asta qarsanglar, u deb birini yozib qo'yibman shunaqa. Buni o. Endi Amerikaliklar buni qanday talaffuz qildi? O deb talaffuz qildi. Ya'ni u deb talaffuz qildi. Ya'ni Angliyaliklar o deb talaffuz qildi. Masalan, berish bilsizlar, go deysizlar. Go degan o deb chiqarsanglar Amerika talaffuzi, o deb chiqarsanglar Angliya talaffuzi. Ya'ni Amerikaliklar go deydi, berish deganni Angliyaliklar go deydi. O chiqardi. Ya'ni Amerikaliklar nima deydi buni o deb chiqardi. Masalan, slow, asta. Angliyaliklar deydi slow, o chiqardi, slow. Masalan, go, berish. Amerikaliklar go, berish. Angliyaliklar go, o chiqardi. Amerikaliklar o chiqardi. Slow, asta. Angliyaliklarnimki slow. Ya'ni demakchi, bu yerdagi internetda muhim narsaning birisi, ya'ni biz Amerika talaffuzini o'rganamiz dedik, shunga bilib qo'yishsin deb gapiryapman sizlarga, elishib ketmanglar. Ya'ni bu tovushni o deb chiqaramiz, ya'ni o'ga o'ni qo'shilgan tovushni, buni faqat Angliya talaffuzida bu yo'q, Angliya talaffuzi buni o deb chiqardi, o. Amerikalıklar odilsiqlar o. Lekin ma ikki tovushning birikmasi. Ya'ni ma birinchi oldidagi tovushni biz nima degan to'q? O emas, o emas, o degan to'q. Ya'ni ikkisining o'rtasidagi degan to'q o'ga ini qo'saq oy, Oy emas, ay emas, oy, oy. Masalan, boy, o'g'il bola. Decoy, decoy. Buzg'unchilik qilish. Masalan, destroy. Buzib o'tish, pachaqlab o'tish. Destroy. Ya'ni demakchi oy chiqadi. Buni oy deb olsanglar xato bo'ldi. Ya'ni boy, decoy, destroy deb o'yg'irlikka o'y xiyollikka o'y deb olsanglar bo'lmaydi. Chunki men o'ni biz nima deb o'rgandik? O emas, a emas, o'tirishsiz deb o'rgandik. Oy, boy. Decoy, destroy. O bak muhim tovush, shunlashqa intan yaxshi ko'ranglar, oy, oy. Ma tovushniki, ya'ni a bilan i ning birikmasi, buningda shu a ga i'ni qo'shib ay, osmondagi ay bilan o'xshash.
osmondagi ay bilan o'xshash. Hech qanday farqi yo'q. Masalan, sly, kazzab, imply, imply, ya'ni yoshirin ifodalash, ice. Masalan, muz, ice, muz. Ya'ni bu ay, buning nimasi yo'q. Osmondagi ay bilan hech qanday farqi yo'q. Ay, ay. Endi mana biz birinchi tovushni deb o'rgangan to'q. Deb o'rgangan to'q shunaqa. Mani ahqa i'ni qo'shgandan keyin ey deb olsizlar. To'liq ey chiqadi, ey. Ya'ni eyxtiki ey, hech qanday farqi yo'q, alayda yeri yo'q. Ey, ey. Eyxtiki ey. Masalan, play, o'ynash, delay. Yani keyniga surish, shake, sababidan. Ey, bu e bilan i'ning birikmasi ey, ey. Mani ey deb o'qiymiz. Endi mani biz Uyg'ur tilida qo'shma so'zlashni oldingi G deb olib olamiz-ku. Amaliyotda buni Y deb olamiz, Y. Y'ga uni qo'shsak you, you. Bu ingliz tilidagi qo'shma so'zlash you. Masalan, beautiful, Masalan, few, bir necha. Masalan, utilize, utilize. Yani bunu ne deb olganmiz? You deb olamiz. You, few, beautiful, utilize. Shuning bilan bizningki ingliz tilidagi qo'shma so'z tovush mishada oxirlashdi. Endi hammasiga bir qarab o'tsak, birinchi tovushni deb o'qitganmiz ow, ikkinchi tovushni o. Bu Uyg'ur til ingliz tilidagi o bilan o'xshashgan. Üçüncü tovushni mumkin oy, ya'ni oy emas, ay emas, oy. To'rtinchi tovushni mumkin ay, osmondagi ay bilan hech qanday farqi yo'q-ku. Beshinchi tovush qo'shma tovushni mumkin ey, eyxtiki ey, hech qanday farqi yo'q-ku. Ey, ey. Oxirgisi mumkin you, you. Bir o'qib olsak ow, o, oy, ay, ey, you. Qadrli savdodaşlar, shuning bilan Amerika ingliz tilidagi qo'shma so'zliq tovushlar mushada oxirlashdi. Bu qo'shma so'zliq tovushlar intayin muhim bo'libmi, bir nechasi bor ekan. Intayin muhim bir nechasi bor ekan. Bularni o'qilishni cho'qim yaxshi bilmasanglar bo'lmay ekan. Buning ichida intayin muhim bo'lganlari, ya'ni Uyg'ur tili yo'qlar nima ekan? O, ya o emas, a emas ikisining o'rtasida ekan. Ananiki nima ekan? O, ya'ni o. Ya'ni bir erib qolgan chaqimiz chiqargan tovushga. Ikkinchi tovushga. Qolgan tovushlar hamda Uyg'ur tilida asosan biz talaffuz qila oladigan yoki talaffuzni bir necha qatim deb saklan qila oladigan Uyg'ur tilidan cho'ng farqi yo'q, Uyg'ur tillik tovushlardan cho'ng farqi yo'q tovushlar ekan. Shuning bilan bizningki so'zliq tovush qismimiz mush yerda oxirlashdi.